Yaxshimi? Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Shariat onamdan kanalimning qatnashchilari, YouTube qatnashchilari, muxlislari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Mo'minlardan Allohga bergan va'dasiga sodiqlar zaif emasdir. Ular 200lamachi ham emas. Anas ibn Nasr Uhud jangiga kirib, Alloh jangida shahid bo'ldi. Ahzob surasi 23-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fath kunida kofirlarga iymon keltirish, tavba qilish muhlat berilmaydi dedi. Izoh. Fath kuni kelishi aniq. U kunda kofirlar iymonga keladi, tavba qiladi, ammo muhlat berilmaydi. Sajda surasi 29-oyat. Alloh o'z rasuliga kofirdan yuz o'girishni va unga azobiga ko'zdan tutmaslikni aytadi. U kofirlar ham musulmonlarga aniq yomonlik qilishiga ko'z tutadilar, yomonlik kelishiga. Sajda surasi 30-oyat. Mushriklar dindan norozi bo'lgan e'tiqod zaif kimsalarga albatta Alloh va uning payg'ambari yolg'on aytyapti deb va'dalar qiladi. Ularni yo'ldan chalg'itadi. Chunki ular qalbida marazi bor bo'lgani uchun ham boyagi musulmonlarning qalbiga g'ulg'ula soladilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn so'ramay safardan qaytganlar iymonsizlar, zaiflar to'g'risidadir. Ahzob surasi 12-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlarim, bugun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan, hadislar, donolar bisotidan va xalq hayoti chig'iridan o'tgan muborak o'gitlardan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Jahl faqatgina tuyg'ularni chalkashtiradi xolos, debocha. Eng buyuk haj bir ko'nglini olish, ko'ngliga yo'l topishdir. Ayol gul, erkak bog'bon. Agar bog'bon shu gulni yaxshi parvarish qilmasa, boshqa bog'bon unga mehr beradi. Mardlik haqida qo'rqoqlar gapiradi hasad bilan. Yaxshilik haqida esa ichqoralar gapiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, oilangga muloyim bo'l. Albatta, bu yaxshilik alomati. Yaxshilik istasang doim muloyim bo'l deb aytadi. Ka'ba Ibrohim alayhissalomning uyi bo'lsa, ko'ngil Allohning nazargohidir. Hikmatli bo'lay desang, ortiqcha so'zdan tark et. Temur. Hikmatli bo'lay desang, ortiqcha so'zni tark et. Urushib, talashib o'tirma. Hech qachon doim jimlik, sukut bilan yeng, g'alaba qil. Yo'qlik bilan jazolab qo'y. Tabassum bilan esa mag'lub qil. Bir bola katta bo'lguncha bir shahar obod bo'lar ekan. Ko'ngil bog'dir, ko'zlar bulutdir. Agar bulut yig'lasa, bog'lar yashnaydi. Shamday yosh to'k, ko'ngil uning charog'on bo'ladi. Erkak sizni tanlaydi. Uning siri sizning sinovingizdir. Yaxshi ayol er ishonchini g'iybatlarga almashtirmaydi.
Tilingning jilovini mahkam tut. Tilingning jilovini mahkam tutmasang, sendan yaxshi do'st chiqmaydi. Ko'zingning jilovini ushlamasang, bunday erkakdan ham er chiqmaydi. Hayot kapdagi suv misoli. Tutaman desang, lekin barmoqlar orasidan oqib ketadi. Umr ham xuddi shunday. Ushlay olmaysan, faqat his qilasan xolos. Yaxshiman desam, yolg'on aytaman. Yomonman desam, e'tiqodimga zid bo'ladi. Yaxshisi Xudoga shukr qilaman. Rohat olaman shundan. Yolg'onchi boy bo'lsa, butun yolg'onchi boy bo'la olmaydi, uning boyliklari ham yolg'on bilan to'kilib ketadi. Hayosi kamning kulgusi ko'p va taqvosi kamayadi. So'zi ko'pning esa xatosi ko'p. Ortiqcha taom yemasa, ortiqcha so'z so'zlamasa, ortiqcha kulmasa o'sha odam haybatlidir. Saxiyning 3 ta alomati bor. Zakot beradi, sadaqa berishni yaxshi ko'radi, o'ch olishga qurbi yetsa-da o'ch olmaydi, kechiradi. Halimlik haqida ham 3 ta holat bor. Aloqani uzgan og'ayni bilan aloqa qiladi, bermaganga beradi va zulm qilganni ham kechiradi. Sabrni odam 3 ta alomati bor sabrning ham. Allohga toat ibodat qiladi, musibatga toqat qiladi, qazo qadarga ham rozi bo'ladi. Tavbaning ham 3 ta alomati bor. Haromdan saqlanadi, ilmga intiladi va ko'krak suti qaytmagani kabi yolg'ondan qaytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Hazrat Aliga qilgan nasihatlari: shoshqaloqlik Ali nadomatdir. Yomonliklar onasi esa aroqdir. Razolat onasi esa johillikdir. Ishlar onasi esa aqldir. Ajoyibotlar onasi esa ko'hna dunyodir. Ovqatlar onasi bug'doydir. Qishloqlar onasi Makkadir. Odamning yuziga qarab baho berma. Xudo yuzsizga ham yuz bergan. Kuchli ilm sohibi bo'lish uchun ulug'vorlik kerak insonga, bosiqlik kerak va salohiyat kerak. Agar shu bo'lsa shu insonda, albatta unda haybat bo'ladi. Oilada erkakning haybati bo'lmasa, erkakning barakasi ketadi, oilaning barakasi ketadi. Kunduziga xos nur ko'ylagini kiyginim, donolik ufurib tursin yuz ko'zingdan. Donolik ufurib tursin yuz ko'zingdan. Xayollar va tasavvur erkin qush bo'lib parvoz qilar va ijodkor qalbida uchar. Tushkunlik ofatdir, undan harakat qil saqlanishga, qochishga. Jilg'alarsiz daryo quriydi. Yaxshilik qil, zero yaxshilik ezgulikning urug'ini ekadi. Sabr bilan qalbingni tinchit, sukut bilan donoligingni bildir, mehr bilan yuraklarni zabt et. Agar shularni doim hamisha ichingda bo'lsin shular. Dard kelganda kulishni bil, g'amga tayyor turishni bil, yashash uchun kurashni bil, sen shogirdi sinovchi hayot. Inson o'tgan kunlari yig'indisidir. Kunlar o'tgan sari uning umri ham qisqara boshlaydi. Nima xayrli ish qilsang, shu dunyoda qil. Bu dunyoda do'zax bilan jannatdan boshqa hovli yo'qdir. Inson ikkita qo'rqinch orasida yashaydi. O'tkazgan umri Alloh hukmida qandayligini bilish kerak. Umrida uni nimalar kutayotganini bilish kerak. Xoh dunyo ishi bilan ertangi kunni va kelajakni va oxirat kunining hozirligini ko'rgin. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu
Her gün batkanda ayakları baldırlarga kamçı bilen urip koyar eken. Bugün nima amal kıldın dep sorap koyar eken. Bagyrkenlik, tatuluk kut baraka keltiradi. Kitap fe'l atvarını yaxshi qiladi. Muncha mashaqqatli hayot desam, hayot aytadi, osoni beqadir deydi. Ofiyat, najot rizqning oliy darajasi. Farzandlar salohiyati esa rizqning eng afzali. Alloh roziligi esa rizqning eng mukammali. Mol dunyo rizqning esa eng quyi pog'onasidir. Katta rizq. Katta rizq. Katta sabr bilan keladi. Alloh seni yuqori darajaga ko'tarishmoqchi ekan, senga to'satdan Allohni eslatadigan inson paydo bo'ladi yoningda. Oddiy holda sadaqa qil. Bu Allohning senga rizq yo'liga boshlashidir. Orqangga qarama. Seni bezovta qiladigan o'tmish bor. Oldinga qarama. Seni o'ylantiradigan kelajak bor. Faqat hozirni o'yla va mag'zum bo'lma. Chunki seni qo'llovchi Alloh bor yoningda. Ijodiy sahifa. Makr hiyla bilan odamlar orasiga qutqu solib yurgan bir fe'li noqis odam ajali yetib dunyodan o'tibdi. Qabrga savol javob qiluvchi farishtalar kelibdi. Endi savol javob bermoqchi bo'lgan ekan, yer debdi qovonni yutmaydi. Sizlarda vijdon bormi o'zi? Hozirgina ikkalang kelib so'roq qilib ketdilaring-ku. Allohga ustilarini arz qilaman. Farishtalar Alloh huzuriga borib bo'lgan voqeani aytishdi. Shunda Alloh debdi, bo'ldi. Ras sizlarni aldadimi? Demak, uning kimligi ma'lum. Sabr va jannat. Bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib, elidan nolish qilibdi. Elim xiyonat qilyapti. Men bundan noroziman. Uyga kelmayapti debdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan duo yozib berishini so'rabdi. Eri uyga qaytishi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duoni berishini aytdi va evaziga bu dunyoda qilgan yaxshiliklari, savob ishlari va eriga qilgan xizmatlari amali Alloh huzurida qabul bo'lmasligini ham aytdi. Ayol o'ylanib turibdi va keyin sabr qilishni aytib qaytib ketibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonidagi sahobalarga debdiki, bildilaringmi? Bu ayol har qilgan sabri uchun jannatda unga bittadan qasr quriladi, debdi. Bir donishmand tabiati xayr bo'lgan ayol to'g'risida debdi. Robbisini rozi qilgan ayol, begini mamnun qilgan ayol, uyini asragan ayol, hech vaqt namozini kanda qilmay o'qigan ayol, erining sir asrarini yashirgan ayol, ovozini pastlatib so'zlagan, muloyim so'zlagan ayol, itoatkor ayol, yomonlik ko'rsa sabr qiladigan ayol, eri oldiga kelsa tabassum qiladigan ayol, eri yo'qligida o'zini saqlaydigan ayol. Alloh barcha ayollarimizni shu ayol qatoriga qo'shsin. Allohu akbar. Amin. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun endi bu ikkinchi qismini o'qiymiz. Ikkinchi qismini. Azizlarim, sizlarga bugun yana Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Assalomu alaykum muxlislar. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobidan sharhlar o'qib bermoqchiman. Sarlar keldingmi? Ana o'chir. Ana tamam bo'ldi-da. Birinchisini tugadi, endi ikkinchisiga qaytaman.